Yunusobodda 7-filialim ochildi. Barakali bo'lsin. Bismillah. Bizda Pivo Cosmetology'da barcha turdagi uxotlar, yuzingizga chistka, peeling deysizmi, lazerni epilyasiya deysizmi, botoks, filler hammasi amalga oshiriladi. Yuzingizdagi muammolarga qarab, chiroyli qilib konsultatsiyalar beriladi qizlar. Bizni patsientlar hammasi ispanskiy, koreyskiy, italyanskiy brendlar bilan endi ishlaymiz va bu brendlar asosida mana shu xonachamizda chiroyli qilib o'zingizga uxotlar olishingiz mumkin. Yuzingiz go'zal bo'lsa, qalbingiz go'zal bo'lsa, sizdan-da go'zali yo'q. Alatchalarni kiyib olib, o'zingizni uydagidek his qilib, chiroyli bo'lishni xohlasangiz, albatta Pivo Cosmetology'ga yoziling va protseduralarni oling. Ba'zi yuzlar bor, protseduralar albatta kerak. Bunday yuzlar uchun biz shunaqa protsedurniy xonalarni chiroyli qilib qo'ydik.